Sa'd ibn Abi Waqqas duolari ijobatligi haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Bu kishidan keyin Umar ibn Xattob xalifa bo'ldilar. Shu xalifa bo'lganlarida bir joyda Sa'd ibn Abi Waqqas vali edilar. Vali bo'lib turganlarida vali odatda namozga o't beradigan kishi bo'lgan birodarlar. Vali degani odamlarning, musulmonlarning oldiga o'tib namozga o't beradigan kishini shu viloyatning valisi deyiladi. Shuning uchun shu yerda turganlarda bir kishi Sa'd bizga yaxshi namoz o'qib bermaydi degan tuhmat oldi. Umar ibn Xattobga bu xabar yetib kelib, Sa'd ibn Abi Waqqosni chaqirtirdilar. Shunaqa degan xabar deganlarda men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozlarini o'qib beryapman dedilar. Shunda keyin yana shu gap bo'lganda borib shu tuhmat bo'lgan vaqtda Umar ibn Xattob vali bilan xalqlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lishini xohlamasdilar-da, boshqa yerga jildavoradilar. Sa'd ibn Abi Waqqosni shu yerda odam jo'natdilar-da, shuni aniqlashlik uchun jo'natganlarda Sa'd ibn Abi Waqqos shu yerda turib, kim tuhmat qilganligini turgizdilar. Men seni haqqingga duo qilaman. Agar shu bandang yo Alloh riyo bilan o'zini ko'rsatishlik uchun xalqlar oldida o'rnidan turib, meni sha'nimga tuhmat qilgan bo'lsa, uni uzoq umr bergin va nopok ayollar fitnasiga qo'ying deb duo qilganlar. Shu odam soqollari, qoshlari, ko'zini yumib, nihoyatda bir xor holatda butun nopok ayollarning fitnasiga giriftor bo'lib o'tib ketgan ekan. Imom Buxoriy bu hadisni rivoyat qiladilar. Sa'd ibn Abi Waqqosning duolaridan qo'rqinglar dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.